Assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkanov. Demak, va'daga muvofiq sertifikatga oz qoldi. Shuning uchun har kuni original o'sha DTMni o'zida tushgan, milliy sertifikatda tushgan yozma ishlarni tahlil qilamiz degandik. Chunki o'zi asosiy o'quvchilarga yozma ish kerak. Yozma ishdan yuqori ball to'plashni ko'pchilik xohlashadi. Shuning uchun ham yozma ishlarni birin-ketin tahlil qilamiz, xudo xolasa. Bu safargi demak tahlil qiladigan testimiz asosiy 4-oktyabr ertalabki smenada tushgan savol, ya'ni 41-savol. Ko'pchilik o'quvchilarni yig'latgan savol desam bo'ladi, chunki idealniy savol tushgan. Shuning uchun ham ko'p o'quvchilar ishlab bilishmagan, ustozlar ham ko'pisi ishlay olishmagan. Ajoyib savollardan birisi. Keling shu savolni tahlil qilamiz. Bu maksimal o'sha yaqinlashtirib tuzilgan varianti. Har xil kanallardan qaradim va eng yaxshi variantni tahlilga harakat qildim. Xudo xolasa buni ham shartini tashlab beraman. Demak, SO2 plus kislorod SO3 qaytar reaksiyada 240 gradusda muvozanat qaror topdi deyapti. Demak, 240 gradusda muvozanat qaror topibdi. Muvozanat qaror topgach, yana qizdirish davom ettirildi va 250 gradusda to'xtatildi. Jarayon davomida moddalarning konsentratsiyasi, harorat va to'g'ri reaksiya tezligi, e'tibor bering, to'g'ri reaksiya tezligini va muvozanat konstantasini qiymatlari mana shu jadvalda ko'rsatilgan edi. Endi ushbu reaksiya hajmi 2 litr ichida olib borilgan va gamma umuman konstanta bilan tezlikni bog'liqlik formulasi ko'rsatilgan bu yerda. Demak, Km, Kn dastlabki harorat konstantasi, keyingi harorat konstantasi va hokazo. Demak, biza 220, 230, 240, 250 gradusdagi tezlik konstantalarini va reaksiyaning temperatura koeffitsiyentlarini aniqlashimiz kerak. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi ikkinchi 220 va 240 gradusda haroratlar to'g'ri reaksiya tezligini topishimiz kerak. Ya'ni 220 bilan 240 gradusdagi to'g'ri reaksiya tezliklarini hisoblashimiz kerak. Jarayon to'xtatilgach, ya'ni 250 gradusda olingan SO3 suvda eritilib, necha gram mana shunaqa tarkibli oleum olish mumkin, shuni topishimiz kerak va jarayon to'xtatilgach, ya'ni 250 gradusda ortib qolgan kislorod miqdoriga teng kislorod olish uchun necha gram kaliadid suvli eritmasi ozon bilan ta'sirlashishi kerak degan. Demak, 4 ta sharti bor. Mana shu shartlarni bajarishimiz kerak. Demak, birinchi reaksiyani yozib olamiz, ya'ni SO2 plus kislorod hosil bo'ldi SO3. E'tibor bering, bizada 220 gradus Selsiy, 230 gradus Selsiy, 240 gradus Selsiy va 250 gradus Selsiylar berilgan. Demak, SO2 ning dastlabki konsentratsiyasi 8 molar ekan, ya'ni 220 gradusda dastlab SO2 dan 8 molar bo'lgan. Kislorodning konsentratsiyasini bilmaymiz. Endi 230 gradusda kisloroddan 5 molar bo'lgan va muvozanat qaror topganda, ya'ni bizada 240 gradusda muvozanat qaror topdi degan 4 molari qolgan. Xo'p, keyin 250 gradusda SO2 dan 3 molar va bizada muvozanat konstanti 0,25 deyapti. Shundan foydalanib, mana shu konsentratsiyalarni hisoblashimiz kerak. Qarang, bu yerda eng yaxshi varianti bunaqa. Ya'ni bizada dastlab 220 gradusda 8 molar SO2 bo'ladigan bo'lsa, qancha bu demak, masalan, muvozanatda kim agar esida bo'lsa, dastlabki reaksiyaga kirishgan va muvozanat qilib ishlardik. Ya'ni bu yerda muvozanat aynan 230 gradusdagi kelgan narsa. Ya'ni endi bu muvozanat desak ham noto'g'riroq bo'ladi. Muvozanat demaylik, shuni qoldiq deylik. Ya'ni dastlab 8 bo'lgan, reaksiyaga kirishgan va qoldiq 230 gradusda qolgan. Keyin bu qoldiq dastlabki vazifasini bajaradi va keyin yana reaksiyaga kirishgan. Endi muvozanat, ya'ni muvozanat 240 gradusda vujudga kelgan. Endi keyinchalik yana reaksiyaga kirishgan va qoldiq qolgan. Endi muvozanat emas, qoldiq. Bu qoldiq mana shu 250 gradusda. Ya'ni bir-birisiga bog'liq ravishda ketgan. Shtobi 220 gradusdagi dastlabki reaksiyaga kirishib, qolgani 230 gradusda. Keyin bu dastlabki vazifasini bajaradi, reaksiyaga kirishgan muvozanatdagi 240 gradusda. Keyinchalik yana reaksiya davom qildirilsa, bu dastlabki reaksiyaga kirishgan va qoldiq. Xulosa shunaqa. Endi qarang, biz nima qilardik? Masalan, dastlabki bo'lsa, reaksiyaga kirishganini bilmaymiz, shuning uchun ham buni olaylik 2x molar deb. Ya'ni SO2 ning reaksiyaga kirishgani 2x molar. Shunda 230 gradusdagi qolgani 8 minus 2x. Ya'ni aynan
SO2 ni mana shu yerda qolgani 8 minus 2x. Mana bu esa 5 molarligi berilgan. Endi qarang, buni 2x bilan mana bu kislorodni x reaksiyaga kirishgan. Bu yerda x reaksiyaga kirishgan 5 qolgan. Demak, dastlabki kislorod 5 plus x bo'lgan. Nimaga? Chunki x kirishi 5 qolgan. Endi SO3 dastlab yo'q edi bizda, chunki bu mahsulot yo'q. Keyin bundan 2x molar demak paydo bo'lgan va 2x molar prям mana shu yerga kelib tushadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri qoldiqqa kelib tushadi. Chunki reaksiyada 2x molar chiqqan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri qoldiqqa o'tdi. Endi e'tibor bering, bizda 230 gradusda kisloroddan 5 molar bor edi, 240 gradusda 4 molar qoldi. Reaksiyaga mana bu yerda 1 molar kirishgan. Endi e'tibor bering, buni 1 molar bilan necha molar SO2 reaksiyaga kirishadi? Tabiiyki 2 molar. Endi muvozanatda qoladi, ya'ni 240 gradusda qoladi. 8 minus 2x dan 2 ni ayirganimiz. Ya'ni bu 8 minus 2x minus 2. Ya'ni bu degani demak 6 minus 2x molar. Bu muvozanatda qolgan. Endi qarang, mana bu kislorodni reaksiyaga kirishgani 1 molar bo'lsa, bundan 2 molar SO3 hosil bo'ladi va 240 gradusda, ya'ni muvozanatda 2x plus 2 molar demak SO3 qoladi. Va bizda mana shu holatda muvozanat konstantamizni 0.25 deyapti. E'tibor bering, bizda o'sha SO3 ning muvozanatdagi konsentratsiyasi bor, kislorodniki bor, SO2 niki bor. Endi muvozanatga tashlab bizda bemol x ni hisoblasak bo'ladi. Ya'ni demak 2x plus 2 ni kaos kvadrati pastda 6 minus 2x ni kaos kvadrati ko'paygan 4 teng 0.25. Ya'ni Km topishni formulasi endi menimcha bu videoni ko'rayotgan o'quvchilarning hammasi bilsa kerak. SO3 ning kvadrati, SO2 ning kvadrati, kislorodning birinchisi. Xullas mana shunaqa. Endi e'tibor bering, bu yerda 0.25 4 ga ko'paytsak 1 bo'ladi. Demak 6 minus 2x ning kaos kvadrati teng 2x plus 2 ning kaos kvadratiga. Va o'sha bu yerda biza bundan kvadrat ildiz olib yuborsak bo'ladi. Va 6 minus 2x teng 2x plus 2 bo'ladi. Bu yoqqa o'tsa 4 teng 4x. Значит, x'imiz 1 chiqadi. Bu degani bizada mana bu yerdagi masalan reaksiyaga kirishga SO2 2 ni 1 ga ko'paytsak 2 molar, dastlabki kislorod 6 molar va hokazo hokazo hokazo. Masalamizdagi eng asosiy qilinishi kerak bo'lgan ish mana shu narsa. Ya'ni biza mana shu jadvalni to'ldirib bilishimiz kerak. Shuning uchun ham mana shu yerni yaxshilab tushunib olishlaringiz kerak. Shtobi 220 gradusda dastlabki bo'lgan, keyin 230 gradusda qoldiq bo'lgan, keyin u yana dastlabki vazifasini bajargan, 240 gradusda muvozanat kelgan. Keyin u yana dastlabki vazifasini bajarib 250 gradusda yana qoldiq qolgan. Xullas, jadvalni to'ldiraylik birinchi bo'lib, ya'ni bizada 220 gradusda SO2 ning dastlabki konsentratsiyasi 8 molar edi. Kislorodniki 5 plus x deganmiz, ya'ni bu 6 molar bo'lgan kislorodning dastlabki konsentratsiyasi. Endi e'tibor bering, bizada SO2 dan 2 molar reaksiyaga kirishgan, 2 ni 1 ga ko'paytsak 2 va 230 gradusga kelib 8 dan 2 ni ayirsak bu 6 molar bo'lib qolgan. Ya'ni SO2 ning 230 gradusdagi nimasi konsentratsiyasi 6 molar. E'tibor bering, bizda o'sha 230 gradusda to'liq to'plandi. Mana bu hammasining konsentratsiyasi. Endi qarang, 240 gradusda demak 6 minus 2x bo'lsa, 6 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 4 molar qolgan. Ya'ni SO2 dan 4 molar qolgan bizda. Va o'sha kislorodning konsentratsiyasi bor, o'sha 4 molar. Endi xohlasangiz, masalan, bu yog'ini ham davom qildirsa bo'ladi. Ya'ni bizda shtobi mana shu yerga agar tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz, может qaytadan tushunib oling iloji boricha. Shtobi mana dastlabki 220 gradusdagi, keyin 230 gradusdagi 6 molar, keyin 240 gradusdagi 4 molar. Shularni topib oldim, ikki kislorodning dastlabki konsentratsiyasini topib oldim, 6 molar. Xo'p, mabodo masalan 240 gradusdagi SO3 ni konsentratsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, SO3 niki o'sha 2 ni 1 ga ko'paytsak 2, 2 ga 2 ni qo'shsak 4 molar bo'ladi. Endi qarang, 240 dan 250 ni yana bir marotaba yozib oling. Ya'ni 240 dan 250 ga o'tish. 240 gradusda demak bizada
SO2 plus kislorod SO3 240 gradusda muvozanat holatda turgan, ya'ni bu 4 molar, bu значит bu ham 4 molar bo'lgan. Bizda 240 gradusda. Endi reaksiyaga kirishgan va 250 gradusda qolgan. E'tibor bering, bizda SO2 dan qolgan qoldiqni 3 molar deyapti. Demak, reaksiyaga kirishgani mana shu 240 dan 250 ga 1 molar. Reaksiyaga kirishgani 0,5 molar. Demak, kislorodni 250 gradusdagi qolgani 3,5 molar. Mana, ya'ni mana bu kislorodni qolgan konsentratsiyasi 3,5 molar. Endi xohlasangiz SO3 da ham hisoblab qo'ysak bo'ladi, lekin bizga SO3 so'ralgan. Demak, 1 molar, demak, mana bu SO2 bo'lsa, mana bu SO3 ham 1 molar. Endi qarang, bizda 240 gradusda dastlab o'zi itakam 4 molar bordi. Demak, 4 molarning ustiga yana 1 molar qo'shildi va общий 5 molar bo'ldi. Ya'ni SO3imiz 5 molar ekan. Xullas, biz mana shu jadvaldagi konsentratsiya tarafini hammasini to'ldirib oldik va masalani eng muhim joyi shu yer. Ya'ni konsentratsiyadan topib olish. Undan u yog'iga o'zi tezlashib ketadi jarayonimiz. Endi qarang. Bizda 220, 230, 240, 250 haroratlarda to'g'ri reaksiyaning tezlik konstantasi va reaksiyaning harorat koeffitsiyentlarini toping deyapti. Endi buning uchun birinchi biz e'tibor beramiz 230 va 250 gradusga. Qaraysiz, 230 bilan 230 va 250 gradusda bizda tezliklar bor va konsentratsiyalar bor. Endi massalar ta'siri qonuniga binoan, ya'ni Guldberg-Vage tenglamasi deb aytamiz. To'g'ri reaksiya tezligini topishimiz uchun konstanta 1, SO2 ning ikkinchisi kislorodni birinchisi edi, ya'ni 230 gradusda birinchi bo'lib e'tibor bering. Demak, 230 gradusda to'g'ri reaksiya tezligi 90 teng konstanta x ko'paygan SO2, demak 6 ning kvadrati ko'paygan mana kislorod 5. Demak, e'tibor bersak 90 teng x ko'paygan 36 5 180. Значит, x'imiz 0,5 chiqadi. Ya'ni bizda 230 gradusdagi konstantamiz 0,5 ekan. E'tibor bering. 230 gradusdagi konstantamiz 0,5. Endi xuddi shunaqa narsa 250 gradusda. Qarasak, bizda 250 gradusda SO2 ning konsentratsiyasi 3 molar. 3 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadrati deb yozing shuni. 3 ning kvadrati ko'paygan mana bu 3,5 ko'paygan x teng 63. Nimaga yana x dedim? Chunki yana shu konstantani topyapman, чтобы to'g'ri reaksiya tezligi SO2 ning konsentratsiyasini ikkinchisi, kislorod konsentratsiyasining birinchisi konstanta teng tezlik. Demak, 3 ning kvadrati 9 ko'paygan 3,5 ko'paygan x teng 63. Значит, x topsak 63 bo'lingan 9 ko'paygan 3,5. Bu bilan bu qisqaradi. 7, 7 ning 3,5 ga nisbati 2 bo'ladi. Ya'ni bizda demak 250 gradusdagi konstanta 250 gradusdagi 2 ekan. 230 gradusdagi konstanta esa 0,5 ekan. Ya'ni konstantalarimiz ham chiqdi. Qaysilar chiqdi desak, 230 gradusdagi konstanta tayyor, 240 yo'q. 250 gradusdagi konstanta tayyor. Endi 220 bilan 240 gradusdagi konstanta va gamma kerak. Endi gammani topishimiz uchun bizga o'zi formula bergan. Masalan, o'zi undan tashqari ham o'zi shu formulani bilasizlar, ya'ni konstanta 2 taqsim konstanta 1, gamma delta t taqsim 10 degan formulamiz bor edi. Чтобы o'zi konstanta ham tezlik bilan to'g'ri proporsional bo'ladi. Chunki konstanta degan narsa o'zi konsentratsiya bir bo'lgan vaqtdagi tezlikni anglatar edi. Demak, bizda bu 230 gradusdagi konstantamiz 0,5, 250 gradusdagi konstantamiz to есть 2 edi.
Demak, 2 ni 0,5 ga nisbati teng gammani 230 dan 250 gradusga o'tsak, ikkinchisi, ya'ni gammamiz 2 ni 0,5 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Demak, 4 teng gammani kvadrati, gammamiz 2. Ya'ni bizda temperatura koeffitsiyenti 2 ekan. Ya'ni temperatura koeffitsiyenti 2 degani, demak, har 10 gradus Selsiyaga oshganda tezlik 2 marta oshib boradi desak bo'ladi. Xo'p, endi gamma chiqdi. Bizda 220 va 240 gradusdagi nimalar kerak? Nima deydi uni? Konstantalar kerak. Endi buni masalan eng yaxshi variant, misol e'tibor bering, mana bunaqa qilib yozsak bo'ladi. 220 gradus, 230 gradus, 240 gradus va 250 gradus. 230 gradusdagi konstantamiz 0,5 ekan. 250 gradusdagi konstantamiz 2 ekan. E'tibor bersak, o'sha bizda gammamiz 2 chiqqandi. Gamma 2 chiqqan bo'lsa, demak, mana bu yerdagi konstanta, ya'ni 240 gradusdagi konstanta 1, chunki 2 marotaba oshib boryapti. Mana bu 250 gradusdagi konstantamiz esa 2. Endi 220 gradusdagi konstantamiz 0,5 ni 2 ga nisbati, ya'ni 0,25. Mana shunaqa qilib topsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu 2 marta oshdi, bu 2 marta oshdi. Bundan bu yoqqa kelganda 2 marta kamaydi desak bo'ladi. Chunki endi formulaga tashlab o'tirmadim, chunki baribir o'rtadagi 10 gradus bo'lganligi uchun xohlasangiz masalan K2, K1 teng gamma delta taqsim 10 shunga tashlasangiz ham bo'ladi вообще-то. Masalan, bu ikkisini tashlab olsa 0,5 bo'lingan x teng 2 ni birinchisi bo'ladi va x imiz baribir ham demak 0,25 chiqadi. Xullas, bular ham topildi. Ya'ni mana yozib qo'ydim. 220 gradusdagi 0,25, 230 gradusdagi 0,5, 240 gradusdagi 1, 250 gradusdagi esa 2. Va gammamiz 2. Bu narsalar chiqdi. Endi 220 va 240 gradusdagi to'g'ri reaksiyaning tezligini toping deyapti. Ikkinchi shartda. E'tibor bering. 220 va 240 gradusdagi to'g'ri reaksiyaning tezligi. Demak, bizga 220 gradusdagi to'g'ri reaksiyaning tezligi kerak bo'ladigan bo'lsa, 220 gradusda e'tibor bering, 2SO2 plus kislorod hosil bo'ldi 2SO3 bo'lsa, bu 8 molar, bu 6 molar. Demak, konstantamiz adashmasam 0,25 chiqqanda, 0,25. Shundan foydalanib to'g'ri reaksiya tezligini topamiz. Ya'ni konstanta bir ko'paygan SO2 ni ikkinchisi, kislorodni birinchisi. Xullas, V to'g'ri, konstanta 0,25, ko'paygan 8 ni kvadrati, ko'paygan 6 ni birinchisi. 6 ni birinchisi. Demak, bizda 8 ni kvadrati bo'ladi 64, 64 ni 0,25 ga ko'paytsak 16, 16 ni 6 ga ko'paytsak 96 mol taqsim metr ko'paygan minut. Minut edi. Mana 220 gradusdagi tezligimiz. Endi 240 gradusdagi tezlik deyapti. 240 gradusdagi tezlik ham xuddi shu narsa, ya'ni shu reaksiyani o'zida boradi, shu yo'l bilan boradi. Men o'zi bekorga yozib olmadim bu narsani, sababi mana shu narsalar uchun kerak bizga. 240 gradusdagi to'g'ri reaksiya tezligi kerak bo'lsa, bu уже 4 molar, bu ham 4 molar. Demak, to'g'ri reaksiya tezligi 240 gradusdagi konstanta 1 edi. Mana 240 gradusdagi konstanta. Demak, 1 ko'paygan 4 ni kvadrati ko'paygan 4 ni birinchisi. 4 ni kvadrati 16, 16 ni 4 ga ko'paytsak 64 mol taqsim metr ko'paygan minut. Ya'ni bizda o'sha 220 va 240 gradusdagi tezliklar ham chiqdi. Misol 220 dagi 96 mol taqsim metr ko'paygan minut, 240 dagi 64 mol taqsim metr ko'paygan minut. Xullas shunaqa. 220 ham 240 ham chiqdi. O'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, glavniysi shu boshidagi konsentratsiyani topib olish. Agar boshini topsangiz, u yog'i tezlashib ketaveradi. Endi 3-chi nimamizda aytyapti bizga, jarayon to'xtatilgach, ya'ni 250 gradusda olingan SO3 suvda eritilib,
necha gram mana shuning tarkibli olium olish mumkin deyapti. Ya'ni e'tibor bering, bizda 250 gradusda yozib qo'ygandim mana shu yerga. Mana 250 gradusda 5 molar SO3 bor. Endi o'sha 5 molar SO3 idishda hajmi 2 litr edi. Molar konsentratsiyasi SO3 da 5 molar ekan. Bu degani buni moli 10 mol. 10 mol SO3 demak suvda eritilib necha gram mana shuning tarkibli olium olish mumkin deyapti. Qarang. Demak biza oliumning massasini topishimiz kerak. Demak 10 mol SO3 suvda eritilgan va hosil qilingan H2SO4 ko'paygan 1,5 SO3. Eng oson varianti, masalan, yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi. Ya'ni SO3 ma'lum bir miqdor reaksiyaga kirishib, qolgani qolib, plus olium paydo qilgan. Xohlasangiz buni tenglama qilib ishlasangiz ham bo'ladi, lekin men osonroq variantdan foydalanmoqchiman. Shtobi qarang, bizda oltin yurtlari nechta? Masalan, bu yerda 1,5, bu yerda demak bitta, to'g'rimi? Demak, общий 2,5 qo'yiladi bu yerga. 2,5 SO3. Ya'ni 2,5 ta SO3 dan mana shu olium paydo bo'lgan. Demak, bu 10 mol pastiga 2,5. Bu yerga bu 80 ni 1,5 ga bossak 120, 120 ga 98 ni qo'shsak 218 bo'lsa 218, 10 bilan 2,5 qisqartiramiz 4. 4 8 32 uchadi. 4 1 4 7. 4 2 8. 872 gram alışmasam. Xullas 872 gram olium olish mumkin. Ili bo'lmasam, agar buni qilib ishlanman desangiz, yana bir varianti bor. Masalan, bunda уже dim mexanizm bo'yicha ketasizlar, ya'ni surfatsda osil qilasizlar, keyin inami SO3 dan orttirib qoldirasizlar. Bu 10 mol deysizlar. Demak, bu X mol deysizlar. Bu ham X mol deysizlar. Shunda mana bu ortib qolgan SO3 10 minus X mol deysizlar. Va demak ikkalasi nisbati 1,5 deb, ya'ni X bo'lingan 10 minus X dan 1 taqsim 1,5 qo'yib, shu yerdan ham X topib ishlasangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda 1,5 X 10 minus X, bu yoqqa o'tsa 2,5 X teng 10, X teng 4 chiqadi. X 4 chiqdi degani 4 mol sulfatsida degani. Bu 4 mol degani. Mana bo'lsa 10 dan 4 ni ayirsak 6 mol degani. Endi 6 mol SO3 massasini o'tsangizda 6 mol SO3 480 gram. 4 mol sulfatlar massasini o'tsangizda 392 gram adashmasam va ikkalasini yig'indisi baribir ham mana bu 872 gramni beradi. Shuning uchun ham buni qilib ishlagan yaxshiroq, shtobi buni qilib ishlagandan. Endi bu ham yomon emas. Masalan, bu o'zi to'g'ridan to'g'ri o'tildi. Bunda esa ma'nosi bo'yicha o'tildi. Xullas, bu ham qiyin narsa emas. Uchinchi ham chiqdi shunda. Endi to'rtinchi, jarayon to'xtatilgach, ortib qolgan kislorod miqdoriga teng kislorod olish uchun necha gram kaliy ozon bilan ta'sirlashish kerak. Jarayon to'xtatilgach degani 250 gradusda ortib qolgan kislorodning molar konsentratsiyasi 3,5 molar. Endi buni miqdoriga teng miqdordagi kislorod desa, molar konsentratsiyasi 3,5 molar bo'lsa, hajmi 2 litr, moli 7 mol shunda. Endi kaliy yodid plus azon plus suv hosil bo'ldi. Kaliy gidroksid, yod plus kislorod. Ya'ni bu yer 2, bu yer ham 2 qo'ysak reaksiyamiz dang. Demak, bu 7 mol pastiga 1 necha gram kaliy yodid azon bilan ta'sirlash kerak. Kaliy yodidning massasi ekan, ko'paygan 166. Adashmasam, kaliy yodid. Xullas, 7 ni mana shunga ko'paytirasizlar, javob chiqadi. Kaliy yodidning massasi, ya'ni 2 ko'paygan 166 ko'paygan 7. 14 ko'paygan 16. 166 xullas. Mana shuni ko'paytirasizlar, to'g'ri javob chiqadi. Hozir o'zi kasal ham bo'lib turibman, lekin baribir va'da shuning uchun video qildim. Shuni oxirida ko'paytiring va to'g'ri javob chiqadi. Mana hammasini yechimi chiqdi. Ya'ni 4 ham yechimi chiqdi.
Asosiysi o'zi milliy sertifikatga kirganlaringizdan главный narsa birinchi ish bo'ladi. Ya'ni birinchi ish eng katta ball beradigan ish bo'ladi. O'sha birinchi ishni chiqardingmi, o'sha Orient tarafi shunga bog'lanib ketadi. Shuning uchun birinchi ishda juda ham katta narsa yotibdi. O'zi mana shu yerni chiqarib bergandan keyin Orient tarafidan o'zingiz olib ketishingiz mumkin edi. Shuni kommentariy yozinglar va video sizlarga yoqdimi, yoqqan bo'lsa izoh yozinglar, чтобы kasal holatimda bo'lsam ham qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Agar yoqqan bo'lsa, like bosing va milliy sertifikatga kiradigan do'stlaringiz bilan ulashing. Katta rahmat, Xorazmdan salom boshqa viloyatlar hammasine.